Men magazinga chiqib ketyapman. Enangni qarashga vaqti yo'q ekan, shu uchun senga ammalaring qarab. Pul yo'q ekan. Lekin tur. Ammam qarasizlar deyapti. 2 oylik chaqaloq amma deydimi? Mana plastigim qani? Barchangizga narsa oling. Bitta shikolat bilan chupa-chups olgandir-da. Shuncha to'ldirdimi? 2 oylikdan amma degan 2 yoshlikdan shuncha narsa aytolmaydimi? Ko'ylakdan baland oldimi? Mana bu o'g'lingizni bu eski kiyimingizni kiymay yangisini kiying deb oldirdi. Aka, qarang, bachasi ustimni qo'llab qo'ydi. Dugonalarim bilan o'tirishga hozir nima deyman? Dugonalaringga Coco Chanel to'kilib ketdi deb ustingga. O'tgan safar ham shunaqa degandi. Uji xatoda kecha Luton to'kilgan deyish kerak edi. Bir xil duq sepaygan deb o'ylaydi. Ana bola jim bo'lmayapti. Buni siz tug'dingiz, tamom, biza katta qildik, yuribsiz siz lallayib. Sen menga rahmat de. Tayyor praktika. Itta erga tekka pating qiynalmaysanlar. Bekaki, nima uchun parfyumeriyalarni sindirasan? Baqirmang, o'zingiz katta qilib qo'yganda baqirasiz, bachada sindiradi-da. Kerak nima, sani parfyumeriyangni sindiribdi-da. Manikini negina ketmonni olib ketib, beraka. Nima balo qilding buni? O'lmagan bizning jonimiz ekanda kuniga 10-15 marta tozalaymiz. Bering. Hali bu katta bo'lsa bizga ne sovg'alar beradi. Amma yaxshiliklarni qaytaradigan payt keldi. Iskandar Building'ning mezbon loyihasining sog'iga 2 xonali uy oldi. Loyiha Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan bo'lib, qurilish 14-etajiga yetib keldi. Bir xonali xonadonga boshlang'ich to'lov qildim. Qolganini 5.700 dan oyga to'lab boraman. Shu uchun meni katta qilgan ota-onamga shu uyni bermoqchiman. Rahmat bo'lamaysiz. Ishsiz yoshligiga chivindor berib o'ldirarsan bo'lar ekan. Adasi, Yeb, men moliyani bitirganman, biznes plani zo'r keldi. qanaqa? Nima qilamiz? Mashinangizni sotamiz-da, cho'tki bo'lib ketadi hammasi. Davay qay. Davay. Mashina ketdi-ku. Endi bu dars bo'ldi-da. Shu dars institutda bo'lmagandimi? Adasi, bu safar moshina biznes plan keldi. Shu uyni sotamiz-da, ishoning uddar bo'ladi. Mashinada uxlab ketmaydimi? Bu safar boshqachasi bo'ladi, men javob. Davay. Uydan ham qo'rqqonlik. Ha, endi bir unday, bir bunday bo'ladi. Bizga shunday bo'lyapti faqat. Undan ko'ra bering telefoningizni, kelin sotaylik, shuni zo'r biznes bo'ladi. O'xshaydimi? O'xshaydi. O'zi eng katta ahmoq odam shu xotin gapga quloq solgan odam bor-ku. Adasi, Ha, zo'r biznes bilan keldimi? Unga pul yo'q-ku. dadamnikiga kelgandim, dadam biznesimizga pul berdilar. Qara, bu bo'lmasa unga tinchgina uy olaylik. Adasi, bu safar aniq Alima Aybekovna degan bitta marketolog opa bor ekan. Biznesni noldan qanaqa qilib zo'r chiqarishni o'rgatar ekan. O'sha opani oldiga boraylik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'zi bu kishi pulni olib suraveradigan mashinanglardan emasmi? Ana bu nechta pul? Nimangiz? Qaraysiz. Siz bepul qatnashib birinchi daromadingizni qilishni boshlaysiz. Ismingiz nima edi? Alima Aybekovna. Nafs biza qizimizni ismimizni Alima qo'yamiz, tushundingmi? Yo'q, rahmat. Yur.